boshlagan ishinglar hamisha unumli bo'lsin. Topganinglar barakali bo'lsin. O'sha bolalari vaqtiga beradiganlari, o'tkazib beradiganlari rizqini Allohim beraversin, el olib kelib tashlayversin, siz elni xizmatida bo'lavering. Uchangizni butun qilsin Allohim. Hamisha qo'llab-quvvatlasin, ishingizni ilgari, mushkulingizni oson, yo'lingizni ravon qilsin. Do'stga zor, dushmanga xor bo'lmang hech qachon. Qo'sha qaring, bolalari orzu havasini ko'ring. 90-100larga kirib shu ishlaringizni davom ettiravering. Hech qachon yarim yo'lda to'xtatib qo'ymang. Elli yurtni shu bolalarni savobiga qolasiz. Tan joningiz sog' qilsin, umringizni uzoq qilsin, ishlaringiz ilgari, mushkullaringiz oson, yo'llaringiz ravon qilsin. Allohu akbar. Dard ko'rmang. Allah razı olsun sizlerden. Bergen ihsanlardan razı bo'linglar, sog' bo'linglar. İnşallah albatta omonatni o'z egalariga yetkazamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aloqa qarim fondini qo'llab kelayotganlar, hurmatli musulmon do'stlar, berishin, akalar, ukalar. Bugun inshaalloh bir ejeriz bolalar bilan kelib bizga ihson tashlab ketdi. Biz 2-3 kun burun video chiqarganmiz. Jalolobod oblastidagi Manas shahrida yashagan Sanjar aka o'stin yetim obalindagi bolalar uchun qilayotgan ishlarni ko'rib kelayotamiz. Shu aka bilan video chiqarganmiz. Inshaalloh biz birgamiz qanday bir yordam kerak bo'lsa, je bo'lmasa o'sha bolalar uchun kim qanday bir ihson beraman degan bo'lsa, biz al ihsonni yetkazib berishga tayyormiz deb video chiqargan edik. Alhamdulillah, buna bugün bizga o'sha bolalar uchun bu yerda kimlar deb tashlab ketishdi. Bu yerda kimlar bor, birbirinden yaxshi kiyimlar ekan. Qizlar uchun, bolalar uchun kiyimlar bor. Amandagi bir akamiz aslında qizlar ko'p ekan deb turib, ba'zig'ini kiyimlar olib berdi. İnşallah bu yerda qancha ekan bilmayman, biroq ko'p narsa keldi. Allah razı olsun. Ihsan bergen ejebisten de vallalardan da razı olsun. Allah Teala bularga ming esa qilib qaytarsın. İnşallah biz xizmatga tayyormiz. Biz bularni o'z ellerine yetkazishga tayyormiz inshaalloh. 2 kun ichida qo'limizdan kelgancha harakat qilib o'z ellerine yetkazib beramiz. Agarda kimda kim ihson berishga tayyor bo'lsa, biroq ihson beradigan odamni topayotgan bo'lsa, inshaalloh biz xizmatga tayyormiz. Eğer de kimde kim ihsana muhtaç olsa, inşallah bizim kaygılılık dükkanımız eşiği açık, gelip ne gerek olsa gelip alıp geçenler olur. Bizim dairemiz Jalolobod oblasti, Alabukar rayonu, Dostluk Aylığında. Allah razı olsun sizlerden bizim videomuzga qaytgar bo'lmadingizlar, qanchalagan odamlarga suyunchilik, bunday aytganda yordam, xursandchilik olib kelishga yordam berib o'tasizlar. Baringizlardan Allah razı olsun. İnşallah biz bu bilan chektirmaymiz. Qo'limizdan kelganicha Qirg'izistonda qanday yordam kerak bo'lsa tayyormiz. Do'stlik Alloh fondi inshaalloh xizmatga tayyor.